Endi mashg'ul qilsak bo'ldi. Sizniki qarang, nimangizni mau nimani hozir biza pastroq chiring ha. 10-chi qurning ostiga kelgan ko'p boqay. Birinchi qadam qarang. O phone numberni integer qilib biza ustiga chiqqan bo'ldi. Ani o'zgartiraylik biz phone numberni string qilib. Chunki phone numberni bir-biriga qatmagandan keyin bu yerda. 7-chi qurdagi intni string qildim. Chunki integerni qanday ishlatamiz desangiz, ya'ni sizning telefon numeringizga mening telefon numerimni qo'shib 2 ga bo'ldiga shu bo'lsa agarda uni ishlasak bo'ladi, to'g'rimi? Bo'lmasa uni string qilib turibsiz bo'ldi. Endi 10-chi qurdagi intni string o'zgartirdim. 10-chi qur. Keyinda intdan. Qarang, mayadagi nima degan? Bizda hisobda bir siz hozir qarang 10-chi qurda default nimadan buni constructordan buni quribsiz, customer info degan. Ananikin 10-chi qurda ananikin uninki nimasi va qiymatlar bo'lgan so'raydigancha bizdan. Ashna customer info deb ham bir tal constructordan buni quribsiz. Chunki endi ani birinchisini qurishimizning sababini bilamiz 10-chi qurdagina. Nimish qurilganligini. Nimishqa? Nimishqa ashna defaultni qurib qo'yish kerak. Bizning chog'da nim yazsaq quruq. To'g'ri siz. Bir quruq narsalar bo'lqasi xatolik chiqmasin deb ashna yer qo'yganmiz. To'g'ri. Normallamki shaklda. Normallam shaklda bir obyekt qurgan vaqtda biz u chog'da misol customer info deganning keyingi tirnoqning ichiga kichik tirnoqning ichiga bir narsa yozmay turib qilgan vaqtlarda ashna shaklda qursak agarda normalda mana siz 10-chi qurdagidek nimani constructorni qurmagan ahvolasida class bilan tang o nima tang qurildi constructor u xil ahvolda hech qanaqa xato chiqmaydi. Ammo hozir hamda biz 10-chi qurdagi constructorni qurib olganligimiz uchun faqat anda normal bir obyektni qurib qolib qolsak xatolik chiqib qolmasligi uchun shu sababdan anda default nimani shu sababdan shunaqa constructorni quramiz. Default constructorni, ya'ni ichiga tirnoqning ichiga hech nima yozmaydigancha. Shunaqa. Okay. Endi qarang. Sizningida hozir men masalan 10-chi qurdagida demak title, first name, last name, phone number, email deb 5 tal narsani provide qilib sizdan so'raydi ekan, ananikin okay. Mishak bir siz chu qarang comment option elni besitma bir qatim. Ekranı birinchi chekib besib baqdingizmi hozir? Command option L. Ha bo'ldi. Kodingiz chiroq qilishdi. Okay, endi bizga pastroq tushing. Getter setter. Okay, endi 35-chi qurdagi nimani o'zgartirdim. Int ya'ni string qo'ydim. Good. Okay, boshqa bir xatolik aslida boshqa narsa yo'q endi bu kodning. Okay. Tamam. Unda esa endi siz bu CubeCard add customer test degan ayam bir class kiring. Ayna. Siz bor. A projectni besitdan qaytadan matlab kichiklab kelsin. Okay. Endi qarang. Kodingizni biza ustiga chiqsangiz, hisob biz login userni ishlatamiz degan gap. Hattoki xohlasangiz qarang, siz uchun bunda qilsak ham bo'ldi qarang siz. 22-chi qurdagi bu nimaninki torbat adresini ko'chiralang. 22-chi qurdagi CubeCardniki torbekatning adresini.
Hem de login info. O siz login info. Evet o tamam üstü çıkmıyor bize. Küçük bolunuz ha. Ha. Login user. O siz başka bir tal klasın bakanda sizin işlerken ha login user da bir bak ya. Okay. Mama. Tamam project ne çıkar project ne? Demek siz bir tallam bir neçe tal işletip sizde. Tamam login user kiram. Biz qaysi kun qurğunumuz mı ya o? Mao yengsuğu deyme. Okay. Siz çok qarang miyaga. Sal ustiga chiqib user type 7-chi qurning keyiniga enter bosib o'ting. Enter bosib private string URL deb yozing. Kichik yozisizlikni. Semicolon. Okay. Endi qarang. 10-chi qurdikiga 10-chi qurdiki tirnoqning ichiga passwordning keyiniga bir tal nim qilib pash qo'yib boshliq string URL deb yozadim. String bo'ldi. Okay. Endi qarang. Passwordning ostiga mana 15-chi qurdiki. Ya'ni biz bir tal nimadan mana qurdik qarang hozir. Constructorning ichiga biz faqat username bilan passwordni ham so'ragan emas. URLni tang so'ragan qildik. Tushundingizmi? Ha. Okay. Passwordni endi bu yerga this deb yozib o'xshash yozsangiz bo'ldi. This. Keyin URL tang URL okay. Men xatolik chiqib qoldi, nima uchun Ya, unday bo'ldi? bununla karnınız olmasın hazırca. Okay. Bize peskrak düşürün. Okay. Bizim malarla işimiz yok. Endi qarang, to'xtang. Nimaga? 25-chi qurg'it chekinglar mouseni. Okay. Aşağıya to'xtang, biz setterni qilamdik. Qilaylikmi, qilmaylimi? Abetli URL'ninkini mi? Qilsak bo'ldi. Okay. Siz 10 kunga chekib nimaga 25-chi qurg'it 10 kun bo'lsa. Okay. Generate getter qiling faqatla. Shunaqa okay qilsangiz bo'ldi. Okay. Okay. Bizning hozir miyadagi ishimiz tugadi. Endi siz CubeCard add customer test degan kiring. Ustidagi. Bo'lsa sol taraf, yaxshi bo'ldi. Okay. Okay. Siz chu qarang, login user bir qatim kiring hozir. Sizga. Okay. 13-chi quruq qarasangiz, biz hozir haliqi URL deb tirnoqning birini yozib oldik emasmi? Ha. Bizdan so'ragan qilib. Shu sababdan hamda CubeCard add customer kirsangiz, okay. Shu sababdan hozir 13-chi qurda shu sababdan qizdirib oldi. Faqatla sababi shu. Qizdirib olishning sababi. Chunki hozir bizga deydi, "Siz bu yerga 3 ta narsa to'ldirishing kerak" deydi. Ama sen ara 2 to'ldirding deb chiqadi. Shunga siz ayaga bir tal pashni qo'yib, and double quotation qilib, comment v ni besa. No. Okay. Siz bayatını kopya qilib olganmisizmi? Mana adres shu. Okay, bo'ldi. Endi biza pastga tushiring. Endi qarang.
siz avu nimedeki 22. qurdaki avu double quotation ochidiki avu double quotation bilan qo'shib uchirting avu linkni. Uchirtib siz çok qarang. Normalde biz hozir qadar şu mamda driver ticket get degani normalde bir tor bekatni aytish emasmi? Tor bekat aytish bo'lgandan keyin shu sabab normalda biz hozir qadar tor bekatning adresini miyaga string olib berdik. Double quotation ichiga yozib https deb. Ammo bugun biz başlam kodingizga object qilibsiz. Object qilgan bo'lgan ekan. Oxirgacha hammasida biroqlam objectni ishlatayli dedim men. Shu sababdan linkni objectning ichiga tiqib atdik hozir. Shu sababdan hozir miyagamda objectninki nimasini chaqirib akasak bo'ldi degan gap. Dal shu o'rindagi link ba o'rinni bir şey eklasak, demak tor bitimiz yana ochildi degan gap. Uning uchun login user deb yozing. Get URL bilan ikkinchisi. Get URL. Bo'ldi. 21 qurlan 22 qurning o'rnini almashtirib. Chunki tor bekatni ochmay turib boshda yo'g'ontiryapsiz, keyin ondan keyin tor bekatga yetishibsiz. Menimcha ma'qul shaklda anqaysangiz hozir tor bekatingiz yo'g'onmasligi mumkin. Siz 22 qurni mumkin nima qilib siz olib driverga chiqib sizdan. Command X ni bessam. Mayli. Okay. Okay bo'ldi, qat qiling. Miyadan birini o'chiring ustiga. O'chirish knopkasini bosib ustiga chiqib, undan keyin 20 qurning kayniga berib enter bosib. Okay, command V. Good. Hamdiye. Tamam. Tor bekat aytibsiz, yo'g'ontibsiz, undan keyin elementni tepibsiz. Okay. Username, password. Okay. Hamda Senga Alimjon. Men 28-qurbog'i. Login button klik deganda senga biz o'lish kuni o'zimizga kod yozdik-ku, kodda. Mash oqisi ulab uzun qilgandik. Masalan, mashni bir quruq chiqarganda miyaga yozdaqim buldiq-ku. To'g'ri. Uning uchun siz çok qarang. Hozir ma kodda nima desangiz, siz boshda login button degan buttonning o'zini, knopkani boshda izlatkizibsiz, find element qilib tepibsiz. Tepib, ondan keyin chekibsiz. Lekin normalda tor bekatlarda eng oxirgi input ramkalari input qilgan misol mayli password lamdo mayli xohlagan bir narsani qilgan input qilgan ramkalarning eng oxirgi ramkaga bir narsani kirgizgandan keyin enter bossak next qilgan bo'lamiz. Hisob next degan knopkani bosgan bo'lamizda. Submit qilgan bo'lamiz yoki bo'lmasa login qilgan bo'lamiz yoki ashuna bo'ldi. Lekin misol siz ko'p kartniki chunki ramkasida ham username deb ham password deb. Lekin siz username'ninki keyindan enter bassangiz u normalda login bo'lmaydi. Ammo password degan ramkaning eng oxirgi ramka bo'lganligi uchun password degan ramka. U ramkaga bir narsa yozib bo'lgan ekan enter bassangiz, agar to'g'ri yozgan bo'lsangiz login bo'ldi, xato yozgan bo'lsangiz xato deb chiqadi. Shu sababdan demak ikki xil usul var. Birisi login buttonini tepib olib, ondan unimda taqib chekish yoki bo'lmasa ash password ramkasiga bir narsa yozib bo'lgan ekan enter knopkasini bosish. Demak hozir sizning qilganingiz hozir login degan buttonni tepib tak qilib chekkanga hisob mau sizning qilganingiz hozir. Agar siz xohlasangiz password yani get password qilibsiz-ku, nimada misol send case'da 26-qurda. Get password. Okay. Aşağıya qarang. Aş nimaning ichiga shu ash tirnoqning ichiga aşağıya. Aşağıya plusni bosib. Anikin case cho'ng yozsizgina
Onu case K çoğun K çoğun K CMS Az K car aha okay K sen aha aşna aha check it enter aha birincisini tanlasanız bo'ladi ma'qul shaklda demak siz password degan ramkaniga passwordni yozib bo'lib enter bosayotgan bo'ldingiz lekin siz hozir ikkisidan birisiga turishingiz kerak bir bo'lsa 27 qurda 27 qurdimi login bo'la oladi yoki bo'lmasa 27 qurdagi case enterni yo'q qilsiz anaki 28 va 29 qurdagi ikki qur kod bilan login bo'ldi bu shunga xohlagan birisini qilsangiz bo'ldi demak 28 dan 29 ni yoki bo'lmasa nima qilsangiz bo'ldi komment qilsangiz bo'ldi okey 28 dan 29 good okay agar keyin mani ochay deb qolsam manlam kim aqstikni mani o'chiratsam bo'ladi ani o'chirishingiz kerak okey ani o'chirib deb ani komment o'chiratsam bo'ladi to'g'ri lekin ikkisidan cho'qim birisi turishingiz kerak agarda misol ikkilisi yozib qo'ysangiz u chog'da find nima bo'lmaydi element topolmaydi bir tag'ida ikki yo'l bosib turgan chunki login button degan buttonni topolmaydi u chog'da chunki ayadlam enter bosib ketgan ekan login bo'lib boshqa bir betga olmish ketadi ammo u yerda login degan button yo'q chunki shu sababdan u yerda bir exception chiqadigan ekan ma'qul okey endi 30-qurda customer info deb current time miles millisecond okay bunu hozir shu hisobda title'ninki first name'ning last name'ning keyingi bir patman san chiqarib nima qilganga qilibdi-da buni okey biz bunday qilmaylik ekan bunday shaklda qilsa bak bir xil ortiqcha ish bo'lib ketadi bir xilda chiqib qoldi u kod haqiqatan yaxshi bo'lmaydi oxiridagi ijro bo'lgan vaqtdagi narsa yaxshi bo'lmaydi buning uchun qarang xohlasangiz array qilaylik xohlasangiz array list qilaylik hatta xohlasangiz uni opirib objektni qilsak bo'ldi qaysini qolaysiz array qilganingizmi array listmi arrayni qilib boqaylik array list qilsammi mayli ashuni qilib boqsak tamam da boshda array qilaylik keyin uni array listga aylantirib o'taylik okey ma'qul aha unda esa qarang 29-qurning oxiriga olib borib olsangiz enter bu yerga siz string deb yozing boshda string katakni yozing stringning keyingi katak yozing arrayning katagi bor aha good tirnoqni sirtiga chiqib bo'shliq bu yerga siz title deb yozing lekin kichik harf bilan yozishingiz kerak to'g'ri yozasiz t i t l e okay good tang no unday emas okey man new deb yozibdingiz hozir kallam turib bilan boshqacha bir narsim kelib qolgandi bo'pti uni qilmaylik hozir okey biz qadama qadam mangaylik tamam string nimaga bir bo'shliq qo'yib o'ting hozir menga bo'shliq qo'yib andan keyin bu yerga nima curly bracket nechib cho'ng tirnoq bormi budir tirnoq okey bu yerga pr nima yozing professor degani double quotation ichiga prof hamda double quotation sirtiga chiqib pash qo'yib
boşluk. Ondan keyin double quotation. Doctor. Kichik zamdim cho'ng mu? Çoğ D. Küçük R. Yaz koysanız buldu. Okey. Ondan keyin boşluk. Aşağı kılıp ha. Yine tamamlık. Ondan keyin Mr. deb yazaylik. MR. M'ni cho'ng yazgan ekan. Okey, ondan keyin Miss, Mrs'larni hamma yazaylik. MISS. M'ni cho'ng yazgan. Birinchi harfini cho'ng. Keyingisi. Ondan keyin MRS. Yo'qmi? MRS. Bo'l. Yana boshqa narsa yo'qmi hamda? Bo'l. Okay. Okey. Kayni bir tal nima qo'ydim? Semikolon. Okey. Bu bizning title degan arraydan, ha? Arraydan bunu qurib oldik. Anondan keyin Muşun tamam. Xalsanız yana bir talaş o'xshash yana stringdan buni quring, yana arraydan buni quring. Kayniga boshqa qo'yib. First name deb yozing. Kichik yozma. Birinchi harf har vaqt kichik. Faqatlam class name'ning sirtida. Class name bo'lib qolsa birinchi harf cho'ng o'z bo'ldi. Lekin boshqa vaqtda cho'qim kichik. Tang. Yakoms mishaga qarang, name'ning kayniga, i'ning kayniga. Array deb yozib qo'ying. A cho'ng A. Chunki mana illiq biz list qurib qilishimiz mumkin. List qurib qolsak, uningga yani first name deb ishlasak bo'lmaydi. Shunga bir-biridan farqlantirish kerak. Tang. Yana shu bayatqidek qilsangiz bo'ldi. Curly bracket ochib. Okay. Double quotation qilib. Esingizga kelgan puti ismlarni hammani yozing. Qiz bola, o'g'il bola qanday ism bo'lsa. Good. Ayrım string hammasi ayrım qildim. Ayrım bo'ldi double quotation. Siz yazg'ach turing, ha? Rekord qilinadi. Siz yozavering. Hemen bir çay kirib olay. Ma'qul.
Ma bo'ldi mu? Yetarlik bo'ldimi? Dahshat chiqyapsiz. Yaxshi. Okey. Endi qarang. Oshqurning kayniga bir enter bosib. Yana bir talni qurang, stringda. Qarang, hozir bunday gap. Bizning hozir men quratganimiz string emas, qarang. Array quratimiz channelma. Ha. Array degan nima bo'lsangiz, poyezdning vagonlarini ko'zlaringizni ekansiz bo'ladi. Vagon. Har birisi. Vagonning ichida o'xshash tipdagi narsalar kirdi yani. Chiqan. Olmaliq vagon, neshbitlik vagon, uzumlik vagon degan. Shu. Oldin qatimim qal. Okay. Menga last name array deb yozing. Tamam. Hamda bununla erlerini ismi yazın. Double quotation. Oy. Ey. Mer kreye. Azroq samamsam olmadı. Ha. Ben uğruqlayamay hocam. Pek üşürdüm üzemge. İnternete basam da. Ne yapalım? Amlıyor. Um, 38. kurdaki nasıl boğutuyor? Da tılpı numara kendi ha. Okay. Ama interneti özgertmeptik ha manın. No, duruyorsun. Onu hemen ücretimiz aldık bir dakika. Okey. Emdi qarang. Biz hozir title'ni qurib oldik. First name qurib oldik, last name qurib oldik. Emdi. Yani bir string qilamda. Yana bir tal string qiling. Bunga domain deb yozamiz. D O M A I
N. Okay. Unimufkan. Domain degan çok qarang. Tor bekatning adresi degan gap. Okay. Yani ashuna narsalar, misol google.com degandek-ku. Ashunasining o'zi domain deydi. Bo'shliq tang. Yani şu nima ko'rib bırakacağım. Double quotation. Halsınız et bilen yazamayız ha. Et. Avunun bağı koy. Email'in kendi et bağı. Gmail. M-A-I. Ayını unutub qalğınız. Yal. Com. Chick.com. Double quotation sırtığa. Peş. Qarang, siz azroq nima bo'lib qoldingiz? Maqbat qilmoqchi qarang. O'xshash Ahmad Samat degan bilan shu ustidagi-ku. Aşağıda o'xshash demakchi. Double quotation anonikina pesh. Double quotation pesh. Bumi bir string array hisobda, tushundingizmi? Anon yeni birini qilamda. Onun için hotmail.com qilayman. Yeni nim battı. Hotmail. Yahoo. Doğru. Doğru. Great. Bol. Ama kendini bir tane semikolon koytan telefon tutar. Okay. Hem de qarang. Naqimiz. Niyaga qarang. Biz mush narsaning hammani qarang biz random qilamiz ha endi. Random qilgan boshqa biz bu yerda randomdan bir objektni qurib olishimiz kerak. Şuna object qurganda başta klassni chaqiramiz. Klassning cho'ng harf bilan yozilgan klassni, birinchi harfi cho'ng yozildi. Keyin bir tal uning objektini quramiz. Object xuddi variable'ga o'xshash kichik yozildi. Undan keyin tang new yana klassning ismini yozib qo'yamiz. Yani constructorning ismini yozib qo'yib bo'ldi shundan. Shunday shaklda chaqirildi. Xuddi mana 35-chi qurdimi bir tal yani object qurdingizmi? Qurgan o'xshash ashna bir tal object quramiz, ammo bu qatimliq object randomning objekti. Random ishlatish uchun normalda randomning agar objektni qurib ishlatmasak, mushkil shaklda bir xil quramiz. Yoki bo'lmasa mass random deb yana bir narsa bor, uni sal matematik o'ynaydish bor. Shunga u sal murakkab bo'lib ketadi. Shunga hozir menga cho'ng harf bilan boshlaysiz, random deb yozing. Birinchi harf bilan cho'ng. Java utilizasiya. To'g'ri shu. Boshliq random qo'ying. Okay. Lekin bu yerga Ahmad Samatning deb yozsangiz bo'ladigan narsami? Okay. New random qo'ying. Semikolon. Okay. Biz xohlasak qarang. Hozir title ne? 39-qurdagi pashning so'l tarafidagi yani uchirgan. 39-qur. Eng solda, eng o'ngda bir tal pash bor. Shu pashning so'l tarafidan boshlab. Nima? Pashning so'l tarafidan boshlab. Aha. Siz testning oldidagi nimaga ham so'z bo'ladi. Bo'ldi. O'chirdim. Biz bununla qanaqamizsiniz? Title'ni chiqarib berishimiz kerak. Title'ni chiqarish uchun string'niki, okay. Biz bununla title deb yozamiz, kichik yozamiz.
Anda nima tırnak açacağım? Array'ning tırnağına. Okay. Normalda qarang, arrayning ma'lum bir tal elementini chaqirib aytmoqchi bo'lsangiz, mishaga, mush tırnaqning ichiga bir tal son yozib bersangiz bo'ldi. Ammo ash sondagi shu songa to'g'ri kelgan bir indeks, ya'ni ash indeksi to'g'ri kelgan bir element bo'lsa agarda bo'ldi-da titlening ichiga. Misol siz hozir miyaga qarang, titlening ichiga bir deb yozib qo'ying. Qarang. A qurdikka 39-qurdikka qizil yo'q deyishmi? Ha. Ammo siz birning kani 2 talni o'qib qo'ying. Ular nima qilaman? Pastga tushing. Title'ning array'ning ichidagi 100 demdim ya. O'kaman. Bir deb yozdi, 100 deb yozib qo'yibdimmi? Mayli 100 deb yozavering. Xo'p. Açtam ya. Başqa bir yerga cheking mouse'ingizni. Okay. Ma demak compilerda hozir array compilerda nimani topaman ekan, xatolikni. Lekin bu hamda out of band bo'lib ketadi. Chunki sizningki title degan arrayning ichida 100 tal element yo'q. 101 tal element bo'lishi kerak hozir 100 degan narsa chiqish uchun, chunki 0 dan boshlanganligi uchun. Xatolikni miyada compilerda xatolikni topiraman ekan. Okay, bo'ldi. Bizdagi bu 100 ya 1 deb yozmaymiz. Ash 100 degani ya'ni o'chirib. Ya'ni bu yerga bir tal son kelish kerak oxirgi navbatda, tushundingizmi? Okay. Biz bu yerga ammo bir tal qalaymiqan sondan birini qilamiz. Ammo bu son sizningki shu title degan arrayning ichidagi elementlarning sonidan chiqib ketmasa kerak. Ya'ni misol qarang, elementlaringizning soni misol 5 ta bo'lib qolib qolsa, demak birinchi elementingizning indeksi 0 dan boshlanadi. U sababdan 5-chi elementning indeksi 4 bo'ldi, shunami? Chunki 0 dan boshlangan boshqa. 4 bo'ldi. Demak, 4 degan sondan eshib ketmaslik kerak. Agarda 5 tal element bo'lgan holatda. Ammo bizning hozir miyaga bermoqchi bo'lganimiz qalaymi qilgan bir tal son. Ammo misol shu bayatning misoldagidek 5 degan bo'lsa, 5 kichik bo'lgan qalaymiqan son. Ne bilishimiz kerak miyaga. Yani biz muqim bir tal bir hard code qilib, muqim bir tal sonni bo'layotmaymiz miyaga. Biz buning uchun qanaqa qilamiz desangiz, random kichik yozing randomni. Mana shuni ichiga. Aha. Qizil chiqib qoldi. Chiqdi, bizda yozib qo'yamdiq chekket. Mana shu randomning oqisi ichiga yana. Next sentence tutam. Okay. To'xtang. Amda next sentence kayn tırnaqning ichiga. Miyagimi? Bu yerga normalda biz bir tal bir chegarani belgilab berishimiz kerak ekan. Miyaga deydi ama. Davam ekan. Biz hamda biz bu yerga qanaqa qilamiz desangiz, biz ham mouse'ni ustiga chiqaran 33-kuni oldiga yana ko'raylik. Bol. Qarang. Biz bu yerga qanchaga cho'g'an sonlarni birimiz desangiz, dal title degan array'ninki uzunligi teng bo'lgan songacha bo'lgan sonlarni random qilsak bo'ladi. Misol uzunligi 5 ga miyada. Ash 5 ga cho'g'an sonlarni random qilib ber desak, miyada dal shu misol 1, 2, 4 degandek sonlar chiqadi. Qaysi son chiqsa, shu sonni array'ning index qilib turdi va shu indeksdagi element deb turdi. Shu sababdan birdan doktor deb chiqdi, birdan miss deb chiqdi, yana birdan professor deb chiqdi, yana bir qatim mister deb chiqdi. Qalaymiqan chiqdi. Lekin hech qaysi qatimda xatolik chiqmaydi. Ismlarni berib olgandikina. Shunga miyaga man nextning kayniga qanaqa qilamiz desangiz, title
Yeni title yazam Hı. değil mi? Aha. Unchecked length. Okay, bo'ldi. Demek mush kodimiz lan biz hozir. Shu narsalarning biroz chiqdi hamda. Okay. Endi 40-qurni o'chirdim. Ha, pashning sol tarafidagini. 40. kur ne? Aha. Pashning sol tarafına. Hemisini çürtem de. Ha, United'ni aldık ya. Aha, bo'ldi shu. Endi bu yerda bizning first name'imiz chiqishi kerak. Biz 39-qurda biz uni array pet ishlatdik. Ma'ni endi biz nim qilaylik. Array listni. Ana aksı hatalık vuruptu. Ayağa simin kolunu kılamam mı? No. Peş. Ha, peş peştin. Ha, bu aşı. Ha, to'g'ri aşı. Siz o xatoliklarga nim qilmang hozircha. Okey. Chunki biz hozir bir narsalarni uchratdik. Chunki nima ish qilsangiz qarang. Customer info degan biz bayatdan constructorning nimasi qilganda customer info degan javob kelgan ha yerga klassga. Customer info. Qarang. 13-qur qarang. Yerga stringlarni sanab yo'q. Tırnaqni ichiga. Beğendim siz. Ne? Tırnaqni ichiga narsalarni sanab yo'q. Title var ekan. 1, 2, 3, 4, 5 tane yasak. Email, phone number, last name, first name, title. Okay, 5 tane yazak ha. Yeah. Hem de klasımız qaytına. Hem de siz mat tırnaqni ichiga sanab yo'q. Qaysi tırnaqni şekilini fıkam. Meniki mi? 38-qurning eng oxirida bir tal tırnaq ishlatdi go. Yan tu tırnaq. Birisi. Bu tırnaqingiz niyatda qoldi. Qarab yo'q. Aşı 38-qurdagi aşı tırnaqning ichilgan yerga shu tırnaqni birinchi qilgan. 38-qurning eng oxiridagi tırnaqqa. Qarang, niyatda qilibdi. Aslında. Demek müşahede qancha tal qur var asli qarab yo'q. Misol, birinchisi title deb turdi shunami? Yeah. Buni siz faqat enter bessiz, balki hamma narsa ko'zga ko'rinib turish uchun ham enter besayotgan narsa. Amiyat bu degan amiyat bir qurdagi narsalar aslamisi. Aslicha. Shunga orasiga shunga pash qo'yib qo'yuqliq uniki. Qurni tashlab qo'yishning sababi faqat back o'ng taraf ketib qolib, ekranda ko'rinmay qolmasin deb shunga har bir pashdan keyin bir qatim enter besib, hamma narsani ko'zimizdan ko'rib turish uchun ham qilgan narsa bu enter. Shu sababdan qurtashlangan ekan. Mishak narsa cho'qim 5 tal bo'lish kerak. Pashlarning oldiga bir narsa yozilish kerak. Onundan keyin xatoliklar chiqmaydi. Shunga ayada bital bir xatolik bor hozir. Uni bilan qaringiz bo'lsin ekan. Okay, endi qarang. Siz 37-qurga mouse'unuzu besib. 37. kurga. 37'de. Okay. Siz mi yerga qarang. Bir tal array listini quralım. Cho'ng yozsiz arrayni. Array list. Okay. Biz to'xtam. Array listni biz nima qilaylik? Homogen qilaylik buni. Kayni string qiling. Nima 3 bulonliq tirnoq bor, o bulonliq tirnoq kichik. Ashni yozib string deb yozing yerga. O'tirsuqma. Aha, shagan. Boşluq kayniga. Tirnoqni sirtiga chiqib. Anikin bu yerga qarang. First name array list deb yozing.
Kichik yozman qo'y. Ha, birinchi harfni kichik yozasiz. Array deb yozamdim, array list deb yozamdim. List deb yozasiz. And then Okay, boşluk tam. New array list qilib aniga a nimaning ichiga a tirnoqning ichiga arrays deb yozing. Cho'ng harf bilan yozasiz lekin birinchi harfni. Arrays ha. Check it. No. Arrays'ning kayni check tirnoqning okay. As list ha birinchisini tanlang. Ananki mayaga. A tirnoqning ichiga. As listning kayni tirnoqning ichiga. Bu first name bo'ldi. Ha, first name deb yozing. Aşu a listning ichigami? Aha, aşağı. Aşını talang, birinchisini talang, aşını talang. Enter basasizdan. Okay. Kayniga hamda bir tal semikolon ichidan yepdan ha. Okay. Biz mana qanaqa qilsangiz ma'qurda qarang. 39-qurda. Elementlari string bo'lgan bir tal array listini bilan qurib oldik. Va bu array listni qurmaylam. Biz bununla bir tal array'ninki qiymatlarini hamını bırakıp bir vattık. Şu qadamning o'zida. Yani a first name degan array vattık bizdinki abayatını siz yozgan. Bu yerdeki. Bu yerdikisi array diye qarang. Endi bu array list qaylanib ketdi hozir. Array mi turaverdi, bitta. Uyqab ketmaydi. Lekin miyada hozir biz array listini quraldik. Array listining nimasiga aş array'ning bütün elementlerini hamını akab ko'chirdik faqatla. Endi bu yerda array bilan qarang, array listninki ikkisininki farqi bor. Farqlar nima desangiz? Amalda biz hozir qadar hamma ishimizni array bilan qila olamiz, yetadi amalda array degan chiq narsaga. Asli bizning array listga hozircha ehtiyojimiz tushmadi, texnik xiyolda. Lekin ikkisininki farqi nima desangiz? Array'da runtime'da ha onun uzunluğunu o'zgartirib olmaydi deb deydi-ki ba'zilar. Lekin uzunluğunu o'zgartirib oldi array'ninki. Lekin qancha o'zgartirib olmaydi? Runtime. Siz run qilgan vaqtingizda, tushundingizmi? Run qilgan vaqt kodingiz run qilganda array'ning uzunluğunu o'zgartirmaysiz. O'zgarmaydi. Lekin siz misol hozir misol nimada intro bo'lib qolsa array'ninki qanday kamchiligi va array list bilan solishtirganda deganda array'ning uzunligini o'zgartirib bo'lmaydi desangiz sal kajroq intro so'rayga odam bo'lib qolsa nima ish qo'zg'ab bo'lmaydi deb so'rash mumkin. O'zgartirib bo'ldi deb. Lekin sizning javobingiz nima bo'ldi desangiz run time vaqtida, ya'ni run qilgan vaqtida uzunligini o'zgartirib bo'lmaydi deb javob bersangiz to'g'ri. O mang'uzgan chig'imizda mang'uz bo'lgandan keyin o'zgarmaydi uniki. Lekin kodingiz to'xtadi, kod yozasiz. Misol qarang, sal ustiroq chiqaring. First name array'ni ko'raylik. Nima dedingiz ukam? Biza ustiroq chiqaring mouse'ni qilib. Nakit qilamiz. Ya, ustiga. Oh, sorry. Ya bol. Qarang, first name array'ning ichiga siz hozir siz xohlasangiz ayaga first name'ga bir tal Yani bir narsa qo'shalaymadimi? Demak siz qatsangiz uning elementlari bir tal element chiqaydi degan gap, tushunami? Yoki siz birini o'chirtalaysiz. Birisi ozildi. Demak bu xil ahvolda demak array'ning uzunligi o'zgardi degan gap. To'g'rimi? Vagonning bir tal vagonning ichidagi bir tal olma ozayib ketdi degan gap. Ashuna bo'ldi.
Yani bir tal element o'zgardi. Qisqa yo'qidi yoki yangidan bir tal element qo'shildi. Bu xil ahvolda demak arrayning uzunligi o'zgaraydi. O'zgarmay qolish yo'q. Lekin bu yer arrayning uzunligi o'zgarmaydi degan gap nega qaratilgan desangiz runtime'da o'zgarmaydi. Lekin boshqa vaqt siz kod yozayotganda xohlagancha o'zgartira olasiz uni. Okay. Yeah. Tamam. Lekin qarang, array listda qanday desangiz siz runtime'dami uning uzunligini xohlagancha o'zgartira olasiz. Run qilib etib, birinchi 10-chi qurda bir tal listni qurgan bo'lsangiz, 35-chi qurga kelganmikin uningga 30 tal elementni qatalaysiz. Tushundingizmi array listga? Nima qilsangiz bak midirtib ketmang chunki nima bak chiqib qolgan. Ma'qul. Okay. Okay. Aniki yana array listning yana arraydan nima qanday xili boshqa nimalar bor? Boshqa farqlar bor. Misal arrayda tuzuk ma'sudlar yo'q, arrayga ishlatiladigan. Lekin array listninki to'shaq ma'sudlar bor. Chunki uningda nimada collection data structure'dan nimqan interface'ninki bir patman nimalar bor, collection'ninkini oldi, ananinkin list'ninkini oldi, miros qilib qolgan bir patman nimalar bor. Ma'sudlar bor. O ma'sudlar arrayda yo'q. Shunga array listni ishlasak texnik qilqi. Kantasha nim qila olamizda. Chiq ishlar qildi array listda. Shu ortishliq shu ham hisobda. Okay. Endi qarang. Biz hozir bir array list qurib oldik. Endi qarang. Siz nimaga? Qancha qurib ketyapti? 42-ci qur. 42-ci qurdaki patchning sol tarafiga qo'ying mouse'ni. Okay. Mishaga qarang, biz bir tal first name'ni birinchi qilib olsak bo'ldi. Okay. Tushundingizmi? First name. No. Biz yamsa first name'ni to'xtab turing. Nimaga chiqiraylik? 38-ci qurni no. 39-ci qurning kayniga bir tal besib mouse'ni. Enter basıp biz mayadlam nimqilmay shu ustida boshda chiqirib olaylik. Bu yerga bir tal string deb yozing. Bir tal variable'ni men qurmoqchimiz, biz array qurmaymiz. String bu yerga first name string deb yozib qo'ying. First name string. Okay. Equal. Equal yani. Tamam. Boşluk to'xtab turing. First name array list deb besib. Aşağı bezsiz. First name array yapma. First name array list deb yozing. First name deb yozsangiz chiqadi ayada. Birinchisini tanlang. Ondan keyin semicolon. Check it. Semicolon taqamadi. Get. To'xtab turing. Get qilsiz, get qiling. Qarang, nima gap? Biz hozir qarang. First name string deb bir tal stringni men qurib oldik, bir tal variable'ni meni. Va biz bu variable'ga shu array listning ichidagi biz bayatına arraydagi butun ismlarning hammani array listga ko'chirib olgan emasmi? 39-qurda. Hamda shu array listning ichidagi xohlagan bir tal elementni tartibga chiqmoqchi. Tartibga chiqmoqchi va biz bu yerga qarang nimangizda qarang int index deydi. Bir tal indeksdan birini yozib bergim deydi. Lekin biz bu yerga 5 4 deb yozib qo'ysak bo'lmaydi. Biz bu yerga bir tal random qilaylik, yana qalaymi qolmamkin.
Kichigi mi? Qalaymiqanlar bir tal san chiqsin. Ama bu sanmı xuddi bu 42-ci qurdikidək qalaymiqan bolsun. Çoğ yazmaysınız, kiçik yazın. Okay. Good. Next int qiling. Check it next int. Qarang, ustib ketdingiz buni. Qalaymiqan deb boshlam randomni bes. No. Tırnaqni ichiga yazan check itni. Qarang buni. Bu yoqdan maqtab desam, bu yoqdan. O'zingiz ko'p kesib o'tirdingiz unaqa. Okay, qarang, tırnaqni ichiga hamda. Man tirnoqnoma. Ayaga hamda biz chegarasini yozib berishimiz kerak. Chegarasi nima bo'ldi? First name'ning length bo'ldi. First name'ning length deb yozing. First name array inki. Yazing, first name array deb yozing. İkincisi. First name array. Check it. Length. Okay. Akayniga ham semikolon ham yozsangiz bo'ladi. Demek ma'qul usulda hamda sizningki nimangizni first name ashu array listning ichidagi first name'ning bir talini tatib chiqib oldi hozir. Bir tal nimaga berib oldik. Hamda siz bunda bir qarab yoqing. Bu yerdagi sizning first name'dagi o'g'illarning ismi bilan last name'dagi bir tal ism o'xshamdi. O'xshamaydi. O'xshamaydi. Okay. Chunki agar o'xshab qolsa chataq yo'q. Lekin o'xshab qolgan holatda biz chuqur uni bir o'ylashimiz kerak. Chunki dadislar bolasining ismi o'xshab qolgan ism familiya chiqib qolsa olmaydi, ayliq shunga. Shu sababdan biz uningga bir shart qo'yishimiz kerak agar o'xshash ismlar qilib qolgan taqdirda. Okay, bo'l. Tamam, kodni qiyinlashtirmaslik uchun o'xshamaydigan qilaveraylik. Endi Okay. menda bir qizillik bor. Mayli. Onunla qarşımız olsun. Onu çıkarım diye. Bir narsani almashtirsak yo'qoydida o. O nima qachon nima bo'lsangiz, shu 43-qunninki oldi shirkat nima pashning oldiga birinchi ko'tib 43-qur. Oldiga, sol tarafiga. Aşağıya qarang. First name string degan yozing. Bo'ldi, birinchisi. Mana. Qizillik boshqaga chiqdi hamda. Okay. Endi qarang. O'xshash usullar yana 40-qurning eng oxiriga borib bir qatam enter bosing. 40-qur. Eng oxiriga borib Enter. Yani o'xshash usuldan qarang hamda maqatim last name deb yozasiz hamda. Okay. Bu siz shu o'xshash shaklda yozsangiz bo'ldi qarang. Shuni men jiqarlashmay, siz o'zingiz yozib beqing. Siz bilan farqlantirib yozsangiz bo'ldi faqat. O'xshash chiqdi demakda kod. Yozing. Maningami? Shuni o'xshash yozasiz faqat. Last name deb yozasiz faqatlar. Ayak first name degan yerning hamisiga last name deb yozsangiz bo'ldi. Last name string. Çoğun yazışınız gerekirse esinci Okay. 5'i dikkat etme. Tamam. Ne çıkıp kaldı? Şimdi ne çıkıp kaldı ya? Ay ya. Koymuşlar. Tamam. Anladım. Bir yakın last name. Array. To'xtam. Biz rastor array listida qilmabdik. Bu mishat tutsin bo'ldi. Okay. 40-chuqurning kayniga enter bosib bir qatam.
array list deb birini quraman. Bumu qarang hamda. Shu 39-qurdagi kodlarga o'xshash. Faqat last name deb yozsangiz bo'ladi. Qolganlar ham o'xshash. Array list. Last name array. Array list down, huh? Siz hozir bir tal array listimini qurasiz. Yes. Aqlamdim. Am tang. Shu o'xshash qilsangiz bo'ladi. Shu 39-qurlar. New array list down, huh? Qalan qilmashdaq. Arrays qilsiz. To'g'ri o'qdim. To'g'ri. Cheket. Davom yazsangiz aniq 3-9 yillik. Taqa tugunganlik uchun shuna. Chiqdi yana. Semikolon. Okay, endi 42-qurning oxiriga bilan. Davom yazitli kodni. AN uchirtang. Cho'ng yozing. Last name. Mana chiqdi. Enter. Okay. Cheket. Oy. 40-qurlar o'xshash. Get. Enter besib turib nima qiling? Mouse'ni ishlatmang. Amal bor. Mouse ishlatdim, ammo yetgan. Shu mouse. Oh yeah. U texnik osti mouse taqa. Okay. Random qiling. Random yozing. Kichik yozsiz. Good. Next int. Check next int. Okay, and again miyaga. Last name. Tirnoqni chiqing. Array. Last name array listmi? No, array. Array list qilsangiz bo'ldi amalda. Array list qilma. L deb yozating miyaga, kaniga. No, uchamiz bo'ldi. Array ya, list. Okay. Mana qarang. To'xtang. To'xtang. Array listniki nimasi bor? Listning kaniga biron. Check it. Biz normalda arrayda length qildik, mana ham size bo'ldi. Uzunluğu yani. Şanılma. Bol. Kayniga hamda semikolon qilsangiz bo'ladi. Okay. Anında length manında size. Biz baribir array'dagi bütün elementning hammani mal list qilib berganimiz uchun o'xshashdan ham qani ishlasak bo'lardi. Shu sababdan nima qildik? Ikkisiga o'xshamagan narsani ishlatib qo'ydik. Endi enterni bosaymi? To'xtab turing. Endi last name'ni qurib oldik. Okay, endi siz-chi qarang, enter bosmang, 46-qurdagi kodni o'chirting. Pashning sol tarafidan boshlab. Yadimi? Chunki bizning pashga ehtiyojimiz bor. Shaychimi? Last name string one. Last name string boşluk qiladi. Bo'ldi. Tugdi. Yeah, first name string, okay. Chunki biz baytın qarang, nimada 42-qurda alla burun bir patman kod yozib, shu biz qilmoqchi bo'lgan narsaning hammani bir tal last name string degan bir oldik. Okay. Ash qilmadilar az bo'ldi. Endi qarang. Phone number deganga 47-qur yani.
Men o'chirdim. Ha, uni o'chirdim. Unda current time milstep. Biz bu yerga qanaqa qilaylik double quotation qilam. +1 anakin nimeniki Toronto'ningki telefon nomerlari 600 qancha? 647. Okay. Shak 647 deb yozgan. Okay. To'g'ri, uning kendidan qancha xonsan va men bir qaray. Bir narsa dedingizmi ukam? No, texi. To'g'ri, 647, ondan keyin 7 xonsan ekan. Okay. Yerga qaragandim. Double quotation'ning sirtiga chiqarib plus biz bu yerga qarang, telefon nomerini random qilib berishimiz kerak. Telefon nomerini random qilgan vaqtda Random. o +1 647 degan sonlar o'xshash-ku normal telefon nomerlarda. Faqat kayinga 7 xonalik sondan birini random qilib bersak bo'ldi ekan. 7 xona degan gap nima desangiz, million hisobda. Million bo'ldi. 10ning 7-ci olsa bo'ldi. Matematika ham azroq. Okay, chatoq yo'q. Nim qilib biz bu yerga qanaqa qilamiz desangiz, random nima deysiz? Plus'ni aqsimi? Aha. Cho'ng yozamdim. No, kichik yozasiz. Kichik. Okay. Random deb yozib, aha. Next int qilsiz. Check next int. Checked next end. Aha. Okay. Endi bu yerga qarang. Siz next int qildik. Anagan no, tırnaqning ichiga taqing. Tırnaqning sirtiga chiqmang. Tırnaqning ichiga bir narsa yozamiz. Yerga qarang. POW. No. POW'ni o'chirib, POW'ning oldiga, okay. Cho'ng M. Mass yani. Cho'ng M. Cho'ng. Mass. İkincisi ya. Check it. POW. Bu double ne bu? Okay. Double olsa to'xtab turing. Siz çok qarang bunda qiling. Double olsa bir şey qilam tırnaqni birini yapang. Bir şey qilam. Hozir turgan yeringiz bilan tırnaqni yepishtirib besang. Curly bracketmi yoki kichik tırnaq, shu jumlaq tırnaqni. Bir şey qilam. Yan birini. No, yan birini. Nolni o'chirib, yan birini besang. Yan birini besang. Okay. To'xtam. Okay. Endi qarang siz massning oldiga olib borib, yan bir tal tırnaq eching. Oldiga kichik mass yo'q. Menga. Oldiqmi orqaga bukam? Oldiga. Massning oldiga. Chunki qarang. Kichik tırnaq. Çünkü mavi nima desangiz, bu bir bu yerda chiqadigan son double kadang, double sonni biz next int ishlatmaymiz. Chunki next intda so'raydigan bizdan integer son so'raydi. Shon biz buni narrowing kesing orqali integerga aylantirishimiz kerak. Hamda ikki tal tirnoqning o'rtasiga massning oldidagi echilgan tirnoqning o'rtasiga. Aşağıya birini besip ha. Okay. Tırnaqni birini yapang va eching. Uchtaldan uchtal. Yan bir yapang.
Yipinga. Aha, aşağı yapana. No, ya uyagamaz. Aşağıya aş bayatın qornozga. No uyagamaz. No uyagamaz uçurum. Bir qadam solga meni. Ha. No, bir qadam solga te. İki qadam meni atыңыз. Ha, aşağı yapın. Oy, ey. Okey, aç tırnağının içine qarağım. Int bezdi. Yani işçigime. Aha, yani. Çünkü biz bu yerden narrowing keskin işletatımız. Anı kichigim tutma. Aha. Miyagim bir narsa yazam Endi tuqunda. qarang, po'ning ichiga 10 10. 10 5 7 10ning 7 narsa degan gap. Yani 10ni 7 qatim bir bilan ko'paytgan ekan. Ashuna bir sonni songa cho'g'an sonlarni nim qildi. Random qilib bersin dedik. Oyjon. Yatxonliq to'g'ri, yatxon. 8 yapacağım ya. Ya okey, bu tamam. Qancha olsa umumiy emas. Okey. Ma'birtal tilpini rol de qarang hozir. Endi siz nimani uchirtang? 48-chi qo'rnimi? Bütün jüytemdim bunu. Aha. Aş double quotation'ning ijliga yerigicha. Aha, bo'ldi. Aşağı uchrasang bo'ldi. Okey. Endi qarang, bu yerga qanaqa qilamiz desangiz, biz bir email adresini chiqaraylik endi. Biz buning uchun qarang. Normalde siz qanaqa qilsangiz uqmayman, email alsangiz, men qanaqa qilman desangiz, o'zimning ismimninki birinchi harfini elib, kayni chekitdan buni qo'yib, ana familiyamni to'liq elib, uning kayniga @ni yozib, andakin misol palani.com degandakchi. Anda emaillarni ishlatishga qamraqman. Uncha qadamlar ashna qildi normalda. Yani misal a chekit hamut hotmail.com degandakchi. Ashna shaklda. Hazır bir şeyler yazamdım bir narsa. Shu shaklni biz hozir bu yerda chiqarishimiz kerak. Miyadagi hozir qarang, qaysi first name ishlatgan, qaysi ayada biz hozir first name va last name'larni random qildik emasmi? Ayada misol first name misol Azmat bo'lgan bo'lsa, demak aninki birinchi harfini elishimiz kerak-ku Azmatninki. Ya. Shu sababdan bu yerga qarang. This first name string degan bilsan. First name string. Okay. Başta to lowercase qo'yiladi. Cheket to lowercase qo'yiladi. Cheket to lowercase. Çünkü bazılarının çoğun harfga Çoğun bazalardan tırnaqlardagi located root degani o'chirdim. Oy. O'chirasan bu. Okay. Miyaga pesh qilman qo'y. Simin qoldi. Ya. Pesh. Voy textigimda miya. Cheket. Character at char at qo'ydaymi? Char. Char at. Birinchisi. Mishaning ichiga 0 yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi harfini olmoqchi biz maqsad. Shu first name'larni uchun. Okey. Chataq yo'q, bizning ishimiz tugmadi taqa. Plus anakin double quotation. Double quotation için fakat bir tal çıkıtlamıyorsun. Çünkü misal Gülmira Azat olsa gi çekit Azat degan bir tal bir emailden birinchi chiqarmoqchi edim, maqsad. Okay. Birinchisi first name'ning beshida to lowercase qildik. Bütün harflarni hammani kichiklatdik. Undan keyin birinchi harfini ham oldik hozir yerda. Ya'ni index 0 ni. Tushundingizmi? Bir tal ham harf alamatda hammasini. Chekit qo'yildi. Endi kayniga double quotation sirtiga. Plus last name string yani. Check lowercase.
Eng yaxshisi yozing. Lowercase deb yozing. Açtama. To lowercase deb yozing. Chunki to'lqin ma'lumni nima qilibdi? Ikkinchi sinfdalar. To'lqin ma'lumni debdi bir videoda. Chunki hozir real time coding intervyular bor ekan. Unda yerda Ana short formlarını işletetki olmaydı. u chog'da bunday narsalar ishlatilmaydi. Yo'q, biz bu Vay yerga qarab işler. unda nima qilmaymiz, semikolon yozmaymiz bu yerga. Okey. Peşlan yazıklamdı. Ya to'xtang. Pashmi yozmaymiz. Bu chunki eng oxirgisi, chunki ma'lumotlar tugaydi. Shunga nima qilmaymiz. Qarang, hozir bunda biz first name'ning birinchi harfini oldik. O'ttirib bir tal chekitib qo'ydik. Keyingisiga last name'ni kichik harf qilib oldik. Endi keldik @palani.com deganga. Biz ham nima qilamiz desangiz, Bilmem. to'xtang, ya. Plus endi domain deb yozing. Domainning nimasida? Domainning bizning array ya, domain tırnaqni iching, domainning arrayning tırnaqni. Ash tırnaqning ichiga qarang. Random. Next'ni tanlasangiz bo'ladi. Ikkinchisini. Amda next'ning keyingi tırnaqning ichiga. Domain length deb qo'ysangiz bo'ladi. Okay. Bol. Tugdi. Semikolon yozmaysiz mega? Okey. Bo'ldi. Chunki hozir semikolon Onun links degan nufkam aşu alqa tanlab bergan aş narsaning ichidagi narsaning linksini yozib qo'ying degan gap bo'ldi. Lengthni Random aşu. Lengthni nima qildi? Shunlar randomga bir chegara qo'yib berdik biz. Chegara qo'yib berdik. U yerda bir random san chiqdi va domainlarning ichidan birini tanlab birdim hozir. O'zi tanlaydi. Okay. Kodimiz aslında tugidi hozir. Endi keyindagi ishlar agar keyindagi kodingiz agar to'g'rilan bo'lsa, boshqa bir chatoq yo'q, menimcha. Nog'uz baqayma? No, to'xtab turing. To'xtab turing. O'ldirmay turing. To'xtam, bizniki to'xtam. Customer link, customer list link. Bu elektronik kurdaki qarang, narsa sizda qaqmapsa, customer list link degan ikki tal L bor, cho'ng yozish kerak ashun. 52-qur. Mama. 52-qur. Voy. Ashning 52-qurdaki. 10 kun besib. 10 kun besang refactor qiling. Pasta. Rename qo'ydim. Çünkü siz onu birlik qatim unda o'zingiz o'zgartirib olsangiz, to'xtamay o'zgartirib chiqadi. Listning bilan linkning L-ni cho'ng yozing. No command Z ni besang. Uchirib qoldingiz. Doqmaytingiz. Chiqmadi. Command Z yana bir qatim besang. Ash faqat L-ni nima qilsangiz bo'ladi, o'zgartirsangiz hammani uchratmasangiz bo'ldi. Good. Al nima? Bayatın hamiz tanınıp qağaçqa şuna şuna. Tanınıp qaptı mı? Anı besipti mi? Anı bir çekip etmepti mi? Okay. Enter besip ha. Bo'ldi. Aş herkes izlesiniz chiqqanmiz. Shuna narsalarni. Agar mishda xatolik o'zgarsa, biz reflektor qilib, aniki bilmem kim qisaqmaning boshqa yerdagi ash xatmamiz o'zgaraydi. To'g'ri. Shundaqmi? To'g'ri. Okay. Endi qarang. To'xtab turing, siz customer link add customer.
Asosiyatda mallarning hammasini ekspres qilib, boshdoq tepib, nim qilib, choplab qo'ydim mallarni. Ha. Ma'lum bir xil tanlab bilqi qo'lda yozdigan bor-ku. Ha. Ashni qilib ekan qo'm. Mhm. Men boshda command bilan F'ni bassaq search qildigan yer chiqadi ekan qo'mgu. Aha. U yerni bilamay o'zim malaq. Keyin qarasam ashni command bilan F'ni bassaq search bar chiqadi ekan. Eng ostida konsolniki. Mhm. Ha. Əməliyyatda qarang o comment o search qilish sabab agarda o'zingizning yozgan nimangizga expressingizga nimaga locatorga o'zingizga ishonchingiz bo'lmagan ahvol ostida shu chog'da ishlatsangiz bo'ldi comment fni bo'lmasa agar o'zingizga ishonchingiz bo'lsa uni ishlatishning mojitim yo'q chunki to'g'ri qildimmi to'g'ri qilmadimmi deb bir qatam iz boqdigan ishlatasiz uni normalda shunga okey uni xudoyimiz atidagi muzokarada qilaylik u nimani Ashta qiladi ya. bir pishiq bir bo'lib ketsin okey siz qarang xohlasangiz shu 53 qurning eng oxiridagi semikolondan boshlab 52 qurdagi web wgacha hamma sizib Miyadan boshlab 53 ning eng oxiridan boshlab 52 ning eng boshigacha kat qilammi shu kat qilamdim. Çünkü ben hazır bir yerde bir loop işletmekçiydim ha. Loop qilib buni aktivlasyon hojat yo'q. Ustiroq chiqqan. To'xtab turing. Customer info. Bu yoqqa ketdimi ha? Astak yapılma. Video okey. 39 qurning 39 qurning kayniga qila. To'xtab turing. 39 qurning kayniga. Hatta şey qilgan. Bo'lmasa baribir 40 qurning kayniga qilganmiz. enter qildim. Enter qilaman. Enter. Bir şey chaplang bayotdan qilay. Okey. Endi qarang. Mishaga birini enter bosib qo'ying hozir. Mishaga qarang. While is on. Lekin amal bor, hemen to'liq o'zingiz yozib mashq qilingizmi? Okey. Tırnaqlarga qarang. Biz bir tal bir nimani qurishni unutib qoldik. To'g'ri. Okey. Siz çok qarang 41-qurning kayniga berib, enter bosib. Int I tang. Int I. No. Int'in kim bir boşluk koyup bana ekan. I tang. Nol. Yeah. Semikolon. Hash. No, peş emas. Semikolon. Semikolon. Okey. Bo'ldi. Shu While. endi while'ni ochganmi-da? While. Tırnaqni ochuvchi. I 10dan kichik deb yozib qo'ying. Okey. Endi tırnaqni so'ziga qarang. Anda büdür tırnaqni bilan aytchang. Cho'ng tırnaqni bilan. Enter bosmanglar hozir ha. Okey. Aldırmay pes küçüğüm de. Tamamlık. Ha bo'ldi. Save button qilibsiz. 71-qurning kayniga. Okay. Pastga tushib enter. Mishaga shu budur tirnoqni yepingamdi.
Bo'ldi. Bunda pastkiroq tushib qo'ygan, ajab jiq bir qurlar bor ekan pastda. Qurlarni uchirtdim menimcha. Tirnoqni uchirtibsan mana ekan. Ha, good. Sal yig'inchaqroq bo'lsin kodingiz. Ha, shu men alqi yutib qolman deb bazanda shunga pastga tushirib qo'yman shu. Ha, okey. Yutib olgan xato bo'lib qolsa tirnoq izlab o'tirmadi. Okey. Qarang. Sizningki 68-chi qurdiq qarang. Email field degan narsani siz uni ishlatmabsiz. Şu anda rang çıkıptı. Demek u yerda bir tal exception birildi aniqla. 100%. Biz rang qilmasak mı bilalaymiz buni. Okay. Siz lekin 69-qurga title field deb yozibsiz bu yerga. Menimcha email field deb yozmoqchisiniz asli. Şu an siz 69-qurdagi title degan xatni email emailga taqa, email emasga. Quloqsag'an bo'g'im etdim. M'dan keyin bir tal A'ni besan. M'dan keyin. Ikkinchi harfdan keyin. Ha bo'ldi. Okey, A nimaga qaramamdi? 69-qurdagi F fieldning oldidagi title'ni o'chirib aşağıya email yazan. Kichik. Bo'ldi, good. To'xtam ko'rib. Ha? Ko'rib qanday deb bo'ldingiz? Çünkü Tunyongun yaxshi necha xato ko'rib, xatoliklarni bilmagandim. Anaka qarang to'xtang. Shu 69-qurdan keyin bir tal xatolik bor. Get title emas bu. Get email. Shunaqa. Enter tanlang. Siz çünkü o kichik yetib qolsangiz bo'lmaydi endi. Okay. Okay. Siz bir rang qilib beqing. Bir kurpaqli boshda. Xatolik o'z qarab baqamiz ekan. Hozir biz bir-birlab qarayga shu sabab. Phone number'ga nimishqa ABC deb yozib qo'ygansiz. Okay. Demek u yerdan bir tal xatolik bor degan. Okay. Men vatandı ya. To'xta qoldi. Oh. Okay. Intelligent ha. Demek ma ücretmen. Intelligent bilan bassangiz bo'ldi. Ha, bo'ldi. Sizniki demek. Aniki qarab boqaya nadiki. Bize ustiga chiqing. Ustigroq chiqing. 59-deydi. Ustiroq bo'ldi. Aniqla. To'xtab turing. Title field. Okay. Şu nima menimcha Express'da azroq chata qilish mumkin. Manichuvkam. Ha. Başta ikki qurni yezvilib. Ha. Shu ma'lumni do'rab, ma'lum copy paste qilib, başta qilib, ayalan o'zgartgan deding ha. Ha. Men balki mashina copy paste qilib, netchini qurib olib, ismlarini o'zgartishni unutib qolgan o'xshaydi. Aha. Lekin qarang, hargiz mushunday narsani copy paste qilib siz hozir deysiz-ku, misol birinchi qurdan 10-qurgacha o'xshash narsani paste qilib demoqchiman. Men o'zim boshda qo'limda yozdim, masalan, 2-3 qurni yozib, ostidagi qismi o'xshash bo'lgandan keyin ma'lumotlar qildik, lekin men boshda qilib, lekin ma'lumdek ayada to'liq yozib bo'lmay qarang, abayqda ismlarini o'zgartmabdimi? Okay, bo'pti, qarang. Ikkinchi naqman. Savoq bo'ldi men. Ikkinchi naqman nimishqa desangiz qarang. 10 tal qurni yozishga unchalik chiq vaqtingiz ketmaydi, ammo agarda bir xatolikdan birini tepish uchun balkim 10 soat ketish kerak. Ha, ketadi o'sha. Lekin uni besishga 5 minut vaqtingiz ketadi. Shunga hargiz unda copy paste hargiz qilmang. Bir xato bir usul bo'pti, lekin yaxshi bo'ldingiz, bilib oldingizda. Demak, hozir bizning birinchi xatolik nada desangiz da hozir 59-qur debdi-ku, 59-qurda aniq xatolikdan birisi bor shu.
Çünkü ayağın tapamadı hazır. XPath'ni nimini o en ahırkı Chrome'da açın. Pastiki. Pastiki nima? En ahırkı. Oң tarafdaki. En oңdaki. Şu title'ga eklep ramkaga inspect qilgan. Mouse'un sırıkısına kep. Okay. Check it out. Bol. Aynen cast title ke ismi. Maşı ID. 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 Doğru. Aşın kopya koyalım. Cast title. No. Aşağı işki çıkın. Amdi kopya koyalım. Biz kalsınız kıran ID arkalık kısak buldu. Yakomsa bu okey mayli. Olur. Yakos locator'ını özümüz basak buldu. Okey. Get title. Manage tema. Double quotation açıdaki nasıl jüt tamam. Aşağı çapısınız buldu. No. Express emez. Bay. Express yan ID kozuyordu tamam. Bıraklı cüretten bay. Okey. Bal. Tamam abi bir şey olsun manası olsun doğru oldu. Hem ikinci kadem. First name field. First name field ne can? Siz hem mi Express işletip kendisi de okey. Yeah. First name ne ekran? At mani hem de biz özümüz locator'ını özümüz kılayla kıran. Okay. Inspect kıran. Qarang, bunday yazsanız bu input okey. To'g'ri turing. Siz bu xohlagan bir narsani nimani to'xtang. ID'ni ko'chiramiz yo name'dan keyingi ko'chiramiz, xohlagan birisini ko'chiring. Qani ko'chirgingiz kelsa ikkisidan birini. Man Misol ko'chiraymi. name'ni ko'chiring. Copy qiling. IntelliJ ID qiling. Okey. Qarang, bundaq qilamiz. Hozir siz şu Express'ning keyingi tırnaq o double quotation'ninki ichidagi narsani o'chirting boshda. Biz yangidan yozaylik. Bak oson bu narsa yozish. Ayolni o'chirting. Okey. Slash'dan ishkini yozing boshda. Okey. Endi qarang, tag name'ni yozish kerak. Tag name bayatdan men kirib oldim inputga. Input deb yozing. Ananınkin tag name'ninkin array'ninkidek tırnaqdan birini aytacağım. Soqchaq tırnaqdan birini. Bunu boz yep beling hozirlar. Okey. Aç tırnaqni ichiga hamda add qiling. Add ne bessang? Emailni oldiga add-chi. Bu yerga hamda value name diyem. Name mesela name deb yozing. Kichik yazsizlik. Tang. Ani double quotation. Yeni bir tal. Yeni bir tal double quotation. Normalda qarang. Siz double quotation bir qatim bassangiz ikkisi ochilib ham yopildi. Ammo bu yerda hozir siz double quotation Teshig'i ochilib, double quotationning ichida turib yozyapsiz. Shuni olganiki u unda olmaydi. Chunki ikki tarafida ikki tal double quotation bor shu. Shunga bo'lmaydi. Hamda ikkisini o'tirsa kiram. Double quotation ichiga kirib, bu yerga hamda bayatanga pass qiling. Qizil chiqqanda. Xatoga yez qo'ydim ya.
To'xtab turing. Siz nani ko'chirgan qo'ydingiz bayatdan? A nimani chiqan? Chrome chiqan? Mani ko'chagan. Nem degan ne? Okay. Hozir bunda shaklda. Customer first name. Mayli. Yana bir qatam, yana bir qatam ko'raylamdi. Qaysini avvalgi nima? IntelliJ deyachim. Customer first name degani sezildimi? Customer first name deb avvalgi array'ning ichiga first name kiribdi, customer teshidi qolibdi. Yakomsa qarangsiz shu ne uchirib deb hozir hozir tirnoqning sababini mudofaa qildim. Buni men qanaqa qilganimni men bilmayman. Men uchirdim shu customer first name degani. Yo'q, unchalar jiq narsa uchirmaysiz. Faqat eng oxirgi qatim yozgan no. Sol o'ng tarafdagi tanlagan narsangiz qo'yiting bo'ldi. Qo'yib qaytadan tanlang. Customer degan C dan boshlab so'qichaq tirnoqning yepilgan yerigacha tushirsangiz bo'ladi. Mengacha? No, yepilgan yerigacha. No, double quotation qo'yib qo'ying. Bo'ldi, tamam, o'chiring. Double quotation o'zingiz yozasiz bo'ladi. Double quotation ham birini yozating. Name ning o'rniga ID deb yozib qo'ying. Chunki biz name bilan qilamiz, shunga ID bilan qilaylik. Okay. Endi ayadiki Chrome nechip? Nima? Chrome nechim? Shu ID'ni ko'chiraman. Cast first name degani. Sal charchash va. Ko'zlarim degan ilishyapti. Qilayim qanday narsalarni ko'zlarim nech ko'rinib. Okay, double quotation ichiga choping. Okay. Sizlardimizmi? Bilib oldingiz-a? Siz brobda emasmi? Yey. Ama pasmiyani o'zgartiribdimi ya? Biz boy ID qandki boy. No. Express Express turyordi. Express turyordi. Ya qarang, to'xtab turing. Shu nimani cho'qirang. Siz double quotationning ichidagi shu o'ngdan boshlab so'lga jamini bir xil kopiya qilib qarang. Nima? Double quotationning ichini. Ashana. No, u yana emas. Sirtidagi double quotationning ichini. Tamam. Mengacha? No. Unda emasdi. Qarang. Eng o'ng tarafdagi double quotationning ichidan boshlab deyapman. Sirtidan boshlab emas. Qo'yiting mouse'ni bir qatam. Qaytadan cheking. Tanlagan yeringizni qo'yib, eng o'ng tarafdagi double quotationning sol tarafidan boshlab deyman. Ya'ni aşağıdan başlayapsiz ha. Hamda inputning oldidagi double quotationga chekiling. Double quotation olmaydi lekin ha. O'zicha. Inputning oldidagi men demsiz. Bo'ldi. Bo'ldi, stop. Aşağıni cut qiling ha. Okay. Siz xohlasangiz mana chatga bir avatib deb Aşağıdan bir gumon qilib qoldim. Hozir bu avatgan narsangizni qaytadan bir qatam yana ko'chirib anglashga sal nimada oldi, ammo lekin menimcha ashunday bir azroq bir nima bo'lishi mumkin. Aşağıya chaplang. Am to'g'ri oldi. Qanday bildingiz? Qanday Qanday bildingiz to'g'ri xato bo'lganini? Bayatın çünkü biz özümüz yazğaçqa, səbəbi nimə desanız ayada biz qiyin çaplab qo'ygan ekan, biz yozmagan backslashlarni yozib turibdi. Muallim chuqrama pastki chuvka malqi
search barın içine yazıp aşağıdan küçülüp apırıp çaplaydı. Ha, okey. Tamam. Çıkıp aşağı Miyag bir nerse açıdık ya dedim. ha O ha ha komandla F'ne bastım miyag bir ha nerse ha çıktı ya. ha ha ha. Okey. Tamam. Demek bayatın kısım buldukken demek neyim hocam? Okey. Çoğun bir çatak yokken tok. Okey. Toxtab turam ben bunda bir qarotay kodingizni biza üstü. Bo'ldi. No. Sal pastroq tushirang. Bo'ldi. Stop. Tutib turing. Hatayan tepan, kambak Aha, tepan. first name, last name, to'g'ri bo'lishi mumkin. Get. To'xtab turing siz. Last name'dan keyin nima ish qilib first name'ni yana qaytadan get qilib qo'ydingiz? U 64-qurda. 64-qurdagi get first name no u emas. Getning tirnoqning ichida getda. Getning keyindagi first name deganni last name o'zgartiring. Dedim ki küçülüp ekip karan şu nimni. Kılıçını unutup kaptım hemen. Hargiz qilmang unda. Almıştır. Hargiz qilmang unda. O xatolik bir chiqdi, uqamaysiz shu. Enter bas. Aha. Name'ni yurtang. Niye Tırnaqlar, demiş tırnaqlar küçültme. qo'shib o'chirsiz. Okay. Siz körpü tep aldığınızda ben uxlap kıp ottağım. Okay. To'xtang, endi siz 67-qurda. 67-qur. Siz kayniga ABC deb yozib qo'ysiz, nima qiladi deb yozib qo'ydingiz, uqmayman. Send case degandan keyin ABC ni o'chirtang boshda. Biz ABC deb yozmaymiz chunki til buni bir qo'y. Send case. Voy ABC. Voy ha ABC deb siz bitta stringni buni qurapsiz-da yaga. Ya. 66 tamam ABC yozgan narsa. Nima ABC deb yozib Şu qo'ydim. size edep otur kismemem mi? Okay. Tamam. Get. Value of customer info get phone number ke. Aha. Okay. Okay. Unda samdi. Unda string value of qilishning nima hojati bor? Aşı malımın sözlüğünde açtakken koyma aşı ders sözlüğün. Çünkü ben ders vakti onu yazıp bulamam. Yazmağandım da dersini görmem de. Keyin agar videosunu anlagaş, aşı malım diginini açta yazıp mağandım. Lekin bu menimcha ortiqcha hozir mana bu. Tamam, bo'pti. Lekin ortiqcha çünkü ayardagi string value of degani yozishning hech qanday hojati yo'q. Chunki customer info ticket get phone number degani o'zlam string. Uni biz qaytadan yana string qilishning hech qanday hojati yo'q asli. String asli umuman. Amsa onu Tamam. Siz xohlasangiz qarang. Misol sinab boqaylik 66-qurning oldiga slashni ishkini yozing. Komment qilib o'ting. Alloh quloqlam quritayli birni. 66-qurning oxiriga bir enterdan birini bosib. String ABC. ay. Tang. Ay. Tang. Customer info. Ticket. Get phone number. Bo'ldi. Voy, restora ma'lum ras 5 restora uni integer qilib olg'ashqa shunga shunaqa qilibdi-da. Ya. Tamam ben neymiş Abi 5'den integer kıvağa emasmi? Şunu biz integerni özgertiretdik abimni yaqı. Ben tam bu stringni yani neymiş string aylanıp жүргән. Okey, tamam. Tamam, hazır bizden belki anda şekilde bo'lmas, belki xato chiqishi mumkin. Siz string neymiş qilgan string aylanıp chiqishi mumkin de. Bo'ldi, men to'g'ri bo'ldi hozir. Send case and can keying C find element email field get mail. Okay. Save button. Menimcha bo'ldi deb o'ylayman, agarda ekspresslaringiz ham to'g'ri bo'lsa. Tamam, bir qadamroq taqa.
Last name Ha. yazamadı ya. Ya last name'ini yazamadı. Okay, demek last name'nin ki bir tal tap değil iken. Okay. Bana intilca diyeceğim. Last 64. konu. last name field. 64. kura. Last name field send Ay, case. ma o annemsine hata yazıp ben fikrim. Aniki last name degan bilan ma last name o'xshamaydigina. Nim Al Alnichu. Yeşim bulmasmıyor. Yani küçük yarıp mı yani çoğun. onunla hiçbir münasebeti yok. No. Customer info. To'xtam, aşı get last name hamini uchirgan tirnoqdan boshlab. O'ng tarafdagi ikkinchi tirnoqdan boshlab uchiring. Nereden başlap mı? Ha. Get last name'ni. No, hamini emas. Get last name'ni ham uchirsangiz bo'ladi. Chekitlan qo'shib, uchiring. Chekitni uchirdim. Chekit. Get last name. Oh no, biz get last name bo'ldi. Üstüki turmak kırıp bakayım ben. Üstüge. Tamam. Bize peskırak düşünüyorum. Get last name. Customer info'nun çıkıran. Customer info. Tamam. Last name. Get'lerini kırıp bakıya peskırak düşüyorsanız. Get last name. Neymiş hatalık var bunda? Hadi hiç bakayım ha. Böyle. Hazır mağuz baktık mı mağuz bakmadık mı? Şu tam bir özgür olmadı ki. Şu. Okay. Tamam bakalım rank bakalım. Oy ya bu yerden ötük bu arası. No. Ay. Olmadı. Çünkü hiç bir özgürlük gözümdük biz. O 64. 64. kurda. 64. kurumuz neyim hatalık var sizinki last name field Peki. send case Info. get last name. Get last name. Annemi üstü kötü ama. Biz bir şeyge. Doğru duran. Biz last name'ga last name string aldık. Last name string. Last name array list get random anda kıldık. Okay. Asıl doğru buluş gerek bu. Bugün bir yere hata çıkmıyordu da. 64. kur. 64. kur. 63. kurda siz last name field'ini tapdınız. XPath arqılıq. Last name
bize solğuroq tassangiz, o'ng qo'yib ketib qoldi. Last name. Last name field. Ticket send case. Get last name. To'g'ri bo'lishi kerak aslida. Shundaymi? Men qoldim. Yakomsa qarang, nimani Express'ni bir o'zgartiraylik biz 63-qurdagi last name fieldni nimani ichga nimani Chrome'ni. Last name fieldni nim qilib bir Inspect qilib boqaymi? inspect qilib qo'ying. Bu yani o tepibdi hamda. Lekin nimishqa yozmadi ham, uqmadim rosa qilsam. Mouse'un sırıkısına gidip last name field galiba. Okay. Customer. Okay. ID'sini lam küçüğüne buldu. ID'ni kendikine. Çekip. Uykumuz geldi Furkan. Ne uykum tak gelmedi. Total last name. Qani last name'dan qilib qol 64-qurg'ush nam. Shu 63 qurdagi buy'ning keyindagi narsa uchirtan. Nima? Buy'ning keyinidan boshlab buy'ning tamam uchirgan. Bir tal tırnaqni uchirasangiz bo'ldi. Keyindik. Uchirgan. Bir tal tırnaqni uchirdim. O'ng tarafdagi. Semikolonni qo'shib uchratsangiz lekin semikolon yozib qo'ymaygan. Okay. Tırnaqni chigamdi. Buy ID semikolon. Mega qo'ydim. Ashuna ichki semikolon qilgan. Ishtami? No, semikolon deyman-ku, nima double quotation. Siz ham uyqungiz keldi. Ama ikkinchi qildim. Bir skrim. Sanam kirdimi? Ashuni chaplasangiz bo'ldi. Last name bo'ldi. Okay. Manamda bir qatim rang qilib qo'ygan. Bu nimishqa? Sanamjon bormisiz? Ay baba, o'zinglarcha yaxshimi? Yaxshi Furkan, mijozingiz qandoq? Allohga shukr yaxshi. Yaxshi bo'lgan bo'lsangiz yaxshi bo'libdi. Java ish qilib yaxshi bo'lmasaqmi bo'g'iz yeydi ekan bu. Qo'pqiz yeydi ekan bu shunda sizlarni qilib ketbardi va shu bek yetishtirishdim. O'ylab ketib yana yurgim sepib qo'pab ketdim bu. Alimjon fon numberda to'xtab qoldi. Okay. Qarang, demak qarang, bayatınki last name'ninki Express'da bir xatolik bor degan gap. Gerçi u yerga şu mouse keldi ama yezlanmadi degan gap tamam. Qanday bir yerini Express qilgan uqmadim. Bir chataq var chiqib, qisqasi. Okay, undan sonra phone number'dan kelma biz nima qilaylik bo'ldi? Inspect qilam. Salam aleyküm. Rekord qilyapmizmi? Bayan shu Gulmira achamninki kompyuterdalamkin kod yozdik. Kodni yozib shu Gulmira achamninki nimasini. Mouse'ni silkishlar qilam bo'ldi. Sal pastroq seyretib ekraningizni. Aşağıra xo'p qoldi. Chiqsa yo'q ekan.
Nima mouse'ingiz bilan qiling. Mouse bilan da pastga sirsangiz bo'ldi. Ikki barmoqingiz bilan qilsangiz bo'ldi deyman. Mac. Good. Nerede to'xtagan? Phone number'dimi? Yeah. Email'dichu. Email to'xtamamda. Email'da to'xtamadi ya. Email to'xta qoldim ya. No, tamam, emailni keyin qarshilasa, okey, bo'pti, hech qisi yo'q, tamam. Phone number. Okey, phone numberni qildingiz, a? ID'sini qo'yman. Tamam, ID'ni ko'chiring. Sanam kirib, endi uyqungiz ochilgandi. Uyqum toza, ichilmidi shuni. Okey. Ko'zimning jini yo'q. 68-qurdaydi. 68-qurda, qarang. Phone numberingizdan keyin, 65-qurdagi gap amaliyotda. 65-qurni nima qiling? 65-qurdagi bayning keyindagi chekitdan boshlab, okey, tamam. Eng oxiridagi bir tal tirnoq qilib qolsa bo'ldi, qolgan tirnoqni o'chirsangiz bo'ldi. Bir tal tirnoq qilib qolsa bo'ldi. Okey. Bay. Biz hozir vaqt nimasi bilan mumkin ID bilan qilaveraylik. Atlikka takrorda locatorni qilishni. String yoz, nima double quotation. Double quotation. Pas qildim. Amal bu nimani nima qiling? Knop taxtasi. Pek tavsiya qilmam. Mouse azroq ishlating. Men taqqatlashni kun bulamayaptim, men bir mong'uz boqaya. To'xtang. Bo'ldi, bika avaro mayli. Hamma biroq o'zgartirib o'taylik, to'xtang. Chunki mening uncha bak ishonchim yo'q hozir. Email adresini qilaman. Phone number. Amat email adres boshlangan shunami? Yeah. Biz boshqa qilishimiz kerak ekan, shunga to'xtang. 70-qurning eng oxiridan boshlab 69 70-qurning eng oxiridan boshlab 69-qurning eng beshigacha biraqlamsiz, ha? 70-qurning oxiridan boshlab 70-qurning eng o'ng tarafidan boshlab 69-qurning eng beshigacha. Oy. Command Z. Quruq yerdan birini cheking A5'da. Okey. Pay tıklang. Qayerga chiqma? 69-qurning 5'iga. Mishacha? 69-qurning 5'iga. Bo'ldi. Men kat qiling. Kat qiling. Okey, biz buni qarang. Phone number fieldning ustiga qo'yaylik. 64-qurning keyiniga berib enter bosing. 64. Qisqa. Enter. Bir şey çatla. Okey. Biz phone number'ni qilib qo'ydik. Hozir hamda email'ni qo'yaylik. Email'ning expressni to'g'rilaylik. Okey. Email'ning expressni nimani Chrome'da chiqar. Email'ning expressni Xalqan birisini ko'chirdim. ID'ni ko'chiraman. Okay, IntelliJ ID. Ayaga qarang. To'xtang. Qayerda? 65-qurshi. 65-qurni qarang. To'xtang. 65-qurga bering boshda. Ustiga qur. No, tanlamay turing. ID bor-ku. İçideki ID deb yo'q-ku. ID'ning keyindagi ID'ning keyindagi backslash'dan boshlab double quotation qilsiz, ha? Double quotation qilcha. Bo'ldi.
Uçurtang bunu. Bo'pti, hech qisi yo'q. Xato qilsa. Chaplanmi yaga? Backslash uçurtang. Okay. Biz ma'anda locator bilan qildik. Ha, okey. Tushundingizmi? To'ng'iz boqaymay. To'xtab turing. Save buttoningiz to'g'rimidi sizda? Buni hozir hech nimaga ishonchim To'g'ri. qolmadi. Aha. Undamda ketmang hamda bir to'ng'iz boqay. Tamam. Uxlab o'tirib qilgan bo'g'imni yozgan bo'g'imni mana shu o'rinliqning birinchi alomati ko'chirib chiqlash. Copy qilibsiz emasmi? Ya, ang bo'lmaydigan ishga ikkinchi unaqa qilmayman endi. Hargiz unaqa qilmang. Chunki yezish uchun ketadi bir minut, ammo yani bir quр kodni. Lekin agar xatolik chiqib qolib qolsa, xatolikni tepish uchun ketadi 1 soat. Ya. To'g'rimi? Turdi bu. Emailni topamdimi men? IntelliJ necha? Email bilan nimni ishkisini topamayotdi bu. Emaildan o'tmadi chunki. 65-chi. 65-chi qur. Men bir ishni unutib qolibman. Kasning oldiga bir tal double quotation ejitdan. 65-chi qurdiki. Nima? Double quotation. Anik bu emailning kayniga bir tal double quotation ejitdan. Emailning kayniga. Ash qurdning kayniga. Ash kayniga lam yaga o'ng tarafiga. Emailning kayniga lam double quotation bilan ejitdan. Yeni birini? O'zing borgan qumbu? Batya. Tamam. Double quotation'ninki sol tarafiga. Backslash'dan birini yozam. Backslash. Forward slash mavi. Oldidagi bir tal qilib Nega? No, u yerga emas. Double quotation oldiga. Okay, bo'ldi. Chunki nima ish qilasiz? Chunki nima ish qilmda xato chiqdi desangiz, chunki ayada double quotationdan keyin ikki so'p qolganligi uchun shun xato chiqadi. Shunga biz uni backslash qilsak, double quotation turaverdi joyida, ammo o'qimaydi uni. Damda o'qamdi. Shunday binasi deb o'ylab turaylik. Chiqib xato chiqmaydi buymi. Ammo men bugun 2 kilo sabri olgan bo'ldim-da. Jab nima yevatsiz kiris qitir qilib. Bekçik narsa yevatdim ekan. Ya bu yan turda bu. Allah. Tamam, email. Ya topshiriq qo'ymayman, topshiriqmi nima? Nima? Topshiriq emas bu. Aha. Okay. Shu banada jiqnasi ishlab oldim. Nimani IntelliJ necha? Yani xatolik var shu, dala shu nimada. 65-chi qurdaydi yana. Mao double quotation serxlam diye. Ay serxudik. Vay. Bo'ldi qarang. Dal qildi bo'ldi. 3-qaytmay. Emailning kayniga backslashlar orbital double quotation uchirtib 65-chi qurib kep. Shu ikki tal narsa uchirtib boshla. And kasning oldidagi double quotation'ni uchirdim. Backslash'ni uchirdim. Okay. Bularni hamma uchirdim. Nima kasning oldidagi narsani uchirdim, kasning oldidagi narsani. Bir-birlab uchiring lekin double quotation ochsam uchirsiz bo'ldi. Double quotation uchamaysiz. Bo'ldi. Double quotation'ning oldiga chiqib mouse'ni. Uchiring yana. Okay.
Ha, hiç yok. ID deb yozing. Bayni uchun bitta. Üçrütte bo'lishi. Tamam. Bay. Haydi. Okey, qarang. Siz abi bir qadamlam o'ngga chiqing. Bir qadamlam o'ngga. Uchirdim. Bir tanlam uchiring. Ne? Bir tanlam hozir uchirish kunuksidan birini besang. Bo'ldi, tugdi. Okey. Good. Bo'ldi. Bayağılık neymiş bundan çıkıp aldı okumadım. Nasıl buluş gerekti? Mouse bakay. Aha. Oy. Mandığı. Good. Please enter a valid email address deydi o. Ha? Valid email address? Yeah. Qanday email address? Qanday siz customer list kirib ha? Besip o'zingiz. Ustida. Mega. Customer list. Aha. Good. Sizin qatqınız qaytılmaptı da. Okey, bol üstü chiqamizmi bo'ldi. Ya bir qar biroq paqma. Nimishqa valid to'lab turadi. 57-qurda sizning valid bir tal email adresingiz yo'q da, undan qarab baqaylik. Add customer find element. Tamam. Tamam, bu qurdagi gap emas, menimcha. Valid email address kirishini deb. No, back üstü chiqib qolmang, bo'ldi, tutib turing. Mishalroq tutib turing, bo'ldi. Sal üstüroq chiqib, com deganim yozdikmi bayatdan. Arraylarga sal ustida. Bo'ldi. Yahoo.com deb bakka bo'lmasa, comlab. Yahoo'ning oldiga bitta atni yozmabsiz. Balkim sizning email, marketinglik emailingiz o'tab teshib Yahoo bo'lib qolishadi. Atni yozmabsiz. Okay. Yamriqan bilan o'tab teshib Yahoo tanlab qolishadi marketing. Ay küçük nesini qanday ko'rib oldingiz deymi? Olim burkut deb anlaganmi? Burkutdek ko'zim. Good. Aha. Otdek men ketdik bu. Tek mangda vatan. Siz yazgan tusangiz. Qaratdi. Otam, this already account assigned. Qarang, bir tal email adresi allburun birisiga ishlatilib bo'lgan deb chiqdi. Bundan ehtimol qading gap. Email adres, çünkü email adres o'xshash bir email adres. Biz çünkü burunqidek qalaymiqan bepatma harflar bilan random qilmoqda, haqiqatimcha. First name'ning birinchi harfini, last name'ni to'liq elib turib qildik emasmi? Yes. Demak, ikki qatimda agar first name bilan last name o'xshablik qoldi. Ya'ni orliqda bir qatim bir qatimda bir misol Gulmira Azat deb birisi bor. Misol ikkinchi qatimliq customerni qurganda, ikkinchi customerda Gulmira Azat bo'ldi. 7-sitimi Gulmira Azat olsun. Lekin bu yerda ma ko'p kart amaliyotda first name bilan last name'ni
nim qilmaykan, o'xshash bo'lib qolsa ishim bo'lmaykan. Ya'ni burun banasi qurilib qolsa demoqchiman, ha, tushuningizmi? Burun bir qatim bir tal customer bor bo'lsa, Gulmira Azat deb, yanada yana birini qursa ishim bo'lmaykan. Lekin o'xshash email ishlatib qo'yib qolsa bo'lmaykan. Emaillar o'xshab qolsa bo'lmaykan. Ya'ni siz misol Gulmira Azat olgan bo'lsa, sizning email adresingiz qanday bo'ldi? G cheket azat @hotmail.com yoki yahoo.com yoki gmail.com bo'ldi. Hamda hozir o'tab teshib ma qatimda qarang, nim deb qurilganli bo'lsa, oldin qatimdagi email bilan domainsimi o'xshashga hatto o'tab teshib. Misol Gmail olganmiz, Gmail bo'libdi degandek. Endi bo'libdi. Shu sababdan bunda xatolik chiqdi hozir. Demak biz nima desangiz, agarda tamom sizlar bakashib ketdi, agarda qaranglar, bundan bir xil ehtimollik bor. Biz ayada email adresi berdik-ku. Email adreslerini yasab chiqyapmiz-ku. Mush chiqyotgan mush email adreslerini bir tal array list qilib yo'qmisa no. Biz buni nima qilsak bo'ladi? Q'dan buni quramdik ya. Q qilamiz qo'yma. Q qilsak bo'ladi. Hisobda mapni nima bo'ldi? Duplicate element qilmaydigan. Duplicate post bo'lmaydigan. Linked list. Ishqab shu duplicate element post bo'lmaydigan qilsaqmi bo'ldi? Yo'qmisa biz misol bir array listga berilgan email mishada hozir shu create bo'layotgan email adreslari bor har qatimda. Shu qaysi email create bo'lgan bo'lsa, shuni bir tal list qilib berib, ananiki yana bir tal bir email adres qurilgan vaqtida silishtirib agar burunqi email adreslarining ichida listi bo'lib qolib qolsa, o chaqda o emailni sen qaytadan qurgan, boshqa shaklda qurgan deb buyruqlardan qilsak bo'ldi ya'ni. U xil shaklda emaillar o'xshab qolmaydi aniki. Shunday bir xil ehtimollik bor. Lekin hozir hamda menimcha kodingiz to'g'ri chiqib bo'ldi yalli burun. Xatolik yo'q albatta. Miyadlikin bir exception bo'lib qoldi. Exceptionning sababi boshqa bir sabab emas. Misol siz qarang, ustidagi u 43-qurdagi 10 ni qarang. 3 qiling misol. 3 qilsangizmi? To'g'ri turing, men sizning boshda nimadiki ko'p kartga qurgan nimangizni ko'zdan kechirib boqamsiz? No, ko'zdan kechirishing ajabqa. Ko'p kartga sizning qurganligi akkauntlaringizni boshda uchratmasam chunki customerlaringiz siz 3 tal customer qursangiz, yana shu o'xshashlikqa o'tab tashib yana o'xshash narsalar bo'lib qolmasin demoqchiman. Mayli. Hozir o'zingiz qila olamsiz ashtaq? U dalam tanlablam uchrasam bo'ldi-ku. Ko'p kartning ichiga kiriblar. Delete qilyaptim hozir. Okay, bo'ldi endi siz to'xtang, leave qilmisan. Okay. Ayat 10 ni 3 qilib o'ting, masalan 43-qurdiki. Nima dedingiz ukam? 43-qurdiki. 43-qurdiki while'ning tirnoqining ichidagi 10 ni 3 ga aylantirib qo'ying. Misol 3 tanlam customer quraylik. O chaq exception chiqishida ehtimolli to'valaydi. 13 emas 3. 3 qiling. Ya'ni J akkaunt qursak o'xshab qolish ehtimoli yuqorilaydi-ku bo'lgan siri. Yes. Shunga azroq customer qursak o'xshamaslik ehtimoli o'xshab qolish ehtimoli to'g'ri bo'lgandan keyin shunga unda xato chiqmaydi. Okay, run qiling. Bo'lmasa ismlar xil jiqti bo'lmasa o'tab tashib shu o'xshashga qolgan o'xshash emaillarning qurilib qolgani deyapti. Gulmira Abdullahmi? Gmail.com bo'ldi. Bu Gmail'lik qotida? Bu Gmail Yahoo'num qildi ya. Okay. Voy, to'xtang. Stop. Ay, uchirtang. Biz bir ishni chalqibdik.
Biroqni o'chirtaymi yoki Mayli qanaqa qilsangiz. Qarang, ama pastga tushing. Pastga tushing. Ma while'nikida biz shart nima qilmabdik, ayni qo'shib bermabdik. To'xtang, bo'ldi. Pastga tushing yana. A plus I plus plus deb bo'lishi kerak a. To'g'ri. Biza pastga tushing. Aha. No, pastga tushing. Ustiga ketmang. Ha, 72-qurg'a. Nima? 72-qurning kayniga. Kayniga. Ang kayniga. Birinchi ketib, ang kayniga. Mega. Ha, enter. I plus plus. Semikolon. İşte A qisqa qo'ysak bo'ladimi, Afgam? Chuqum shu ang kayniga yozish kerak-da. Chunki modiyam while loop bu. Meni hamma kodni ijro qilib bo'lib, anoninkin plus plus olsun dedim. Ama to'g'ri kayniga bilan plus plus qilmasak bo'laverdi. Ne qilsak bo'laverdi ma kodda. Lekin hamda ma kod qilsa shunaqa. Ne qilsak bo'laverdi. Faqat while loopni ichida ham qilsak bo'ldi deb yiqatdim. İntelijerans için. Yay! Finally. Hesap dışına ameliyat kod dışına hatalık yok. Fakat bu yerdeki hatalık nima desangiz şu o köp kartınki o'xshab qoldigan emaillarni ishlatsa bo'lmaydigan boshqa shu sababdan ashla bo'ldi faqatlar. Tushundingizmi? Ayada bizning ismlarimizniki agarda biz misol qarang, yakomisa bunda qilsak bo'ldi. Nimaga? Sal ustiroq chiqma. Bir lamkin nasini da o'chirib o'tadigan bir ish bor. Shuni qilsak lamkin o'sha emailning o'xshab qolish ehtimoli nihoyatda to'valaydi. Nerede qolib qoldi bu ya? To'xtang. Sal back ustiga chiqib qoldingiz deyman. Yoshdan ya. Bu şey stop back tushib ketmang. Ne bu yala emas, sal ustiroq chiqing. Bizala. Hem bir şey ederek to'xtang. Ha, bo'ldi. Bir şey. Gelmiş 53-qur. Biz qarang buningda o 53-qurdagi char at 0 degan o'chirtgan. Qancha qo'ygan dedingiz ku? 53-qur. Char at 0 lama faqat ha. Boshqa xatni o'chirmaysiz. Ay tırnaqni Plusni chu. No plus 3 vurdu. Ha. Ay faqat char at 0 lama bo'ldi. Ay chekitlan qo'shiblaman. Ha bo'ldi o'chirgan. Bo'ldi. Ma'noda endi qarang. First name'ning birinchi harfini olmaydi. First name to'liq qoldi ma'noda. Nimaga past qildingiz? Ani o'chirdim. Cast emailni. Nimni yozdim men bu yerga? 55-quruq cast emailda bir narsani past qilib qo'ydingiz hozir. Nega qo'ydim buni? Hozir past qildingiz. Burun kopiya qildingiz shunga. Okay. Hozir endi qarang, meningcha nima desangiz hozir nimishqa ehtimolligi taqriban to'valaydi desangiz xato chiqishdan keyin. Misol bayatın olim first name olim bo'g'ini bilan last name misol Osman bo'lsin. Olim Osman bilan yana bir qatimda bir 10-chi qatimda Adil Osman deb yana bir so'p qilgan bo'lsa, ikkisi first name'ning birinchi harfi A va keyingi harfi O Osman. Ananki o'tab teshib 3 tal emailni random qilganda o'tab teshib o'xshash bir tal email domainini ep qo'yib qolsa, yana o'xshash email bo'lib qoldi. U chaqda ehtimolligi yuqorilab ketadi xato chiqishdan keyin. Biz ham da hozir ham de first name'ni to'liq oldik. U xil shaklda olganda birisida olim bo'ldi, yana birisida Adil bo'ldi. Yana ham o'xshamaydi. A xil usulda olganda ikkisinikida A bo'lib qoldi.
ehtimollik sal yuqorilab qoldi. Xatolik chiqish ehtimolliği. Qarang, aynan Canan Azad deb chiqdi. Okyan Azad. Kamal. Bo'ldi. Bo'ldi, ya. Okay. Demak, qarang, endi mani biz burunmu adkastımır qilgan. Bugun ham mani biz nima ish qildik desangiz, birinchidan o'qituvchi dars so'zlabdi, ikkinchidan oyadagi sal ustiga chiqaran. Ha bo'ldi. Biz pastga. Ha bo'ldi, mishaka. Ne olib ketdi? Miya. Ha, biz pastda. Ha. Biz past. Ha, misha shu. No, biz ustiga. Okay, 54-qurning ustidagi yala. Bo'ldi. No, 54-qurning ustidagi yala. Misha. Tal misha. Mishani o'qituvchimiz nima qilib emasmi? Qanday current time taraq turib deb vaqtni nima qilib qilib ekan. U xil shakl hamda deymiz, bakil bir xil ismdan keyin bir patman 6-7 xonlik sonlar chiqib qoldi. Unda bir ism yo'q. Unda bo'lgandan keyin shuni unasini o'zgartirdik. Lekin biz bu yerda biz burunqi bizning ad customer qilganimizla o'xshamaydigan ya'ni nima desa, ma'noda biz burun biz faqat array bilan qilgandik. Array va string bilan ishlatgan. Biz ma'noda array ishlatdik, array list ishlatdik. Ondan keyin object ishlatdik. Object qurdik. Hisobda hozir qadar o'rgangan narsani hammani ishlatdik desak bo'ldi. Hamda listdan faqat array listni ishlatdik. Linked list ishlatishning hojati ham yo'q asli bu yerda. Linked listni keyin qatam boshqa bir narsaga ishlatsak bo'ldi. Maplarni degandek narsalarni. Bugungi praktis qilganchig'imizda, mashq qilganchig'imizda ashlarni qo'shib qilib baqsaq, inshaalloh Xudoyim bilsa. Lekin men uningdan burun bir qatimliq bir nimada men bir o'yladim. O'zimning nimani share screen qilib shu oldin qatimliq bir mashqda nima qildik? Arrayni qildikmi? Maqatim hamda men o'yladim shu array listlarni array bilan haqiqiy farqlantiradigan nima sabablar? Nima sababdan biz array listlarga ehtiyojimiz bor? Nima sababdan zodi? Biz qanday yerda listni ishlatmasak bo'lmaydi. Array yetishmaydi. Ya'ni array yetmaydi zaten ba'zida. Array bizning ehtiyojimizni qondiramaydi ba'zi yerga bo'lganda. Listni, mapni, queue degandek narsalarni ishlatishga to'g'ri keldi. Misol insertion orderga rioya qiladigan va qilmaydigan ishlar bor. Andan keyin xilma-xil narsalar bor. Ashlar qarab, ashlar orqali nima qila olamizda, jiqdan kod yozadigan ishlarni bir ishqital bir-birisiga aylantirib qo'yiblar. Tugaydi hisobda. Bütün meselemiz hal oldu. Demek addileşiyordu kodumuz. Çünkü aşağı narsalarni ishlatsak. Hem ularninki bir patman ma'satlar var. Şu an de shularni nim qilib bir qatimliq bir mashqda bir yarim soat 2 soat atrofida bir nim qilaylik deb o'ylashyapman shu. Inshaalloh. Sizlarning kallanglarda eni xo'p ketadi o'chaqda. Nim qilib, chimi? Lekin ma kodni nim qilib qo'ydik. Rekord qilib qo'ydim hozir. Biramki video YouTube chiqarib qo'yaman. Lekin nimani kodni Gülmirachi siz nim qilib nim qilamsiz? Buni qanday qilsangiz ular Java class ya comment A'ni bosing, mishaglar. Ovozingiz chiqmadimi? Comment A. Comment A. Bastım. İşte bo'lmadi lekin besilmadi. Bir tal 76 qurg'a birinchi chekib o'tib turib, aşağıga hamda comment A'ni bosing, comment qo'yib atmay turib, bo'ldi. Hamda besildi. 10 kun chekib bir yerga.
copy qiling. Buni ham da WhatsApp gruppamizga avatib. Okey, hazırlama evet dedi. Anika o customer info ne, login user ne, üçüncüsüne avatırsanız. Okey, ben nimini stop qilib nasıl?